Yosh yigitlarning o'zlari kelib so'rashyapti. Namoz o'qiyman qor aka. Joy namozda turibman, lekin hayolimda o'sha narsa. Chunki Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytganlar: inson nimani ko'p hayol qilsa, nimani ko'p tomosha qilsa, uning qalb ko'zgusida o'shaning surati paydo bo'ladi. Borib naqshga aylanib qoladi. Qur'on o'qiyapsiz. Ko'z oldingizda xuddi video lentadek ko'rgan faxsh suratlaringiz o'tib turaveradi. Tilingiz Qur'on o'qiydi. Fikr hayolingiz esa faxsh bilan mashg'ul bo'lib turaveradi. Boshingiz sajdada Robbimga sajda qilayotganligini his qila olmay qolasiz. Sajdada turganingizda ham o'sha internet olamidagi faxsh ma'lumotlar ko'z oldingizdan ketmaydi. Nimaga? Chunki qalbingizni ko'zgusini u mashg'ul qilib bo'lgan. Shuning uchun Naqshbandi rahmatullohi alayhi nima uchun Naqshbandi deb oldilar? Chunki ular qalbga Allohning muhabbatini naqsh qilishligini, uslubini, manhajini ishlab chiqarib yo'lga qo'yganlar va bunda muvaffaqiyatga erishganlar. Agar shu zotning ta'limotlariga amal qilib bizning ham qalbimizda Allohning muhabbati naqsh bo'lganda edi, qalb ko'zgumizda faqatgina Allohning muhabbati ko'rinib tursa edi, unda biz uchun vaqtning hech qanday ahamiyati yo'q edi. Chunki har qanday holda biz o'limga tayyor bo'lar edik. Barcha ibodatimizda halovat topgan bo'lar edik. Azizlar, buni tashlashni birdan bir yo'li o'sha narsani tomosha qilmaslik. Tasavvur qiling, bir surat turibdi. O'sha suratni 1 yil, 2 yil, 3 yil artmang, tozalamang, qaramang, e'tibor bermang. Sekin-sekin chang bosadi. O'rgamchaklar in quradi. Borib kir mag'or bo'ladi-da, tasvir yo'qoladi. Demak, siz ham internet olamida faxshga kirmasangiz, e'tibor bermasangiz, borib o'sha narsa sekin-sekin chang bosib boshqa bo'lib shu tasvirlar yo'qoladi. Yoki bo'lmasa uni qirib tozalab tashlash kerak. O'sha tasvirni qirib tozalab, ustini sof qilib musaffo bir manzarani qo'yish kerak. U manzara Allohning muhabbati bo'lishi kerak. Buni tozalab tashlash uchun esa yana o'sha narsa. Uni tark etasiz, Allohning zikrini ko'paytirasiz. Shundagina Allohning zikri uni o'rnini mashg'ul qiladi. Ya'ni qoplab egallab oladi, endi ibodatda halovat topishlikka o'tiladi.